Sizlar bilan xalqlarni o'zi. Asarda shu tutilgan, lekin azlar bugun kelmadi. Men sizlarga ko'rsatgan attraksion degan ko'rsatuvni mana shu bo'ladi. Shu attraksionimizni hozir biz qarab, sizlarga obzor qilib beramiz. Va bu attraksionni sizlar bilan aylanamiz. Come get to go. Birinchi attraksionimizdan boshlaymiz. Birinchi attraksionimiz bu qo'rqinchli attraksiondan biri. Bu hayvonlar shahri uchun yaratilgan attraksion. Bu yerda hayvonlar bor va biz bu yerni tezroq qo'rqinchli, bu yer qo'rqinchli xona. Va bu qo'rqinchli xona biz uchun hech nima emas deb o'ylaymiz. Bu hozir yuztadan o'tdik va bizni kuzatishda boring. Biz 1 million deylik. Milliondan ham o'taylik. Iltimos qadrli qilinglar. Keyingi videoni kommentlarda yozib ketasizlar. Agar qanday video chiqarishni xohlasanglar, komment yozib qo'yinglar. Iltimos. Lekin ozgina qadrli qolsanglar, biz ham stream qilishni boshlaymiz. Ya'ni agar biz 3 million bo'lsak yoki 1 million bo'lsak, xudo xolsa omon bilan qo'shamiz. Va biz ketdik. Qo'shiq qopamiz mana shu joyga. Va bu attraksion uzunligidan biz ham hali vaqtimiz ancha ketadi. Bu attraksion 5 minutli attraksion. Keyingi attraksion undan katta va baland bo'ladi va biz unga chiqamiz. Agar yana biror nima qurmoqchi bo'lsak, videoni davom ettirib ham ketaveramiz. Va biz burilish va yana bitta burilishdan keyin biz joyga chiqamiz. Va ketdik, go. Birinchi burilish, ikkinchi burilish va biz hozir tevadan borib uchinchi burilishga boramiz. Hozir Azizlar ham kelsa kerak deb tursam, lekin u kela olmaydi chunki u istimalab qolgan. Hozir Azizlar yo'q. Keyingi videoda Azizlar qatnashsinmi yoki qatnashmasinmi? Komment yozib ketinglar iltimos. Azizlar qatnashsin deganlar like va komment yozadi. Qatnashmasin deganlar obuna bo'ladi. Hazırlaştım. Azizlar komment yozib ketinglar. Azizlar o'zi ham xohladi. Agar menga kelishni xohlaganlar obuna bo'lsin, like bo'lsin va komment yozsin iltimos dedi. Va biz azizlarning gapini qaytarib biz sizga aytib beryapmiz. Va video davomida azizlarning ham ovozi qatnashishi mumkin. Va biz bu attraksiondan ketdik va ikkinchi attraksionga kelyapmiz. Bu attraksionimizni azizlar bizga obzor qilib beradi. Keling azizlar. Salom azizlar, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Siz bilan biz kelishimizni obunachilarimiz xohladi va biz obzor qilamiz. Ketdik. Bu attraksion haqida qisqacha ma'lumot ber. Bu attraksion qanchada qurdim? Bu attraksionni biz 2 kunda Yo'q. Adashingiz. 1 kunda ham abidgacha qurib qo'ydik. Va biz bu attraksionni bashim ko'p qurdik-da. Asar va bizga ma'lumot ber. Biz qanday videolar ishlab chiqarishimizni xohlasadi? Biz masalan attraksionda obunachilarni taklif qilib o'ynashimizni, agar sizlar ham qatnashmoqchi bo'lsanglar, biz 200 obunachidan keyin sizlarni ham videoga qo'shamiz va sizlar bilan biz o'ynashimiz mumkin. Va azizlar, keyingi videomiz nima haqida bo'ladi deb o'ylaysiz? Biz bundan kattaroq attraksion qurishimiz haqida bo'lsa yo'q, bu dunyodagi eng katta attraksion bo'lsa kerak. Va bundan menga xullas men vizit qabul qilinglar. Vizit sizlarga xalqlarni belgilab, kim zo'r mana shunday katta attraksion qurish, kim qursa, ana shunday videomizga 2 yildan o'tganimizdan keyin qo'shamiz. Kim bundan da kattaroq attraksion qura oladi va buni o'zimiz aniqlaymiz. Keyin biz azizlar bilan uni
ko'rib, azizlar biz nima qilamiz? Uni videoga olamiz. biz qo'shamiz va sizlar uni bizga Telegram kanalidan tashlab olishingiz mumkin. Telegram kanalimni Tilgas pastdagi havolada o'zimiz yozib qo'yamiz va biz gapirgunimizcha TVga ham yetib qoldik. Biz TVga chiqamiz. Ketdik azizlar, keling. Ketdik. Va biz pastga tushamiz. Azizlar, bu videomiz haqida qisqacha ma'lumot bera olasanmi? Bo'lardan beri bersam to'g'ri, lekin azizlar, mendan kichkina bo'lishi mumkin, lekin azizlar men bilan birga narsa qilishimiz videolarni oladi. Bundan keyin azizlar hozir aytyapti, iltimos, xalsar bundan keyingi video jang bo'lsin deyapti. Biz jang quramiz va u yerda bir-birimiz bilan qamollashamiz deyapti azizlar. Agar ana shunday bo'lsa, kommentga o'zingiz bilib nima yozishimizni yozib keting. Hozir biz ham buni tugatdik. Endi keyingi attraksionimiz bu suvning ustida yurish bo'ladi va suvning ustida kemada suzamiz. Azizlar, davay suzamiz. To'xtab turing. Azizlar, endi biz bunisiga keldik. Buni men qanchada qurdim deb o'ylaysiz azizlar? Taxminan yarim kunda. Ikkisi ham bir. To'g'ri, ikkisini ham yarim kunda. Bir kunda biz shuni bitirdik mana shu joyi. Buni azizlar va mening katta hissam qo'shilgan. Sizlar o'ynashingizlar mumkin. Bu mod deb kommentda negativ yozish mumkin, lekin bu mod emas. Bilasizlar, bu Minecraftda model nasib bo'lmaydi, chunki bu Minecraft umuman modsiz va bu Minecraft halol o'ynash uchun yaratilgan va bu Minecraft sizlar topa olmasligingiz mumkin, lekin bu yangi sezon keldi bu Minecraftga. Hop, sizlarga agar narsa hozir sizlar kuchsizlar to'g'ri. Bu Minecraft oddiy Minecraft. 20 emas, 100 megabaytli oddiy Minecraft xolos bu. Buni biz kompyuterda o'ynaymiz va azizlar ham kompyuterda o'ynaydi. Va biz bu videolarni joylashimiz uchun ancha vaqt ketadi. Shuning uchun sizlarga aytgan sanamizdan keyin biz yaratamiz o'sha videoni. Agar bizni kutmoqchi bo'lsangiz, hozir bu videoni tomosha qilishingizni xohlayman. Iltimos. Biz mana shu yerdan ketdik. Oxirigacha bormayman, lekin sizlarni obunachilar 200 ta bo'lishimizga ham oz qoldi va 100 ta obunachidan keyin 200 ta bo'lamiz. Va biz hozir bu videoni bir qismini qildik. Ikkinchi qism boshqa narsa haqida bo'ladi. Bu attraksionimiz dunyodagi eng katta attraksion. Va bu 20 minutlik videoli attraksion. Bu attraksionga sizlarga vizit kim mana shu attraksionni qira oladi. Va oxirigacha bormaymiz, biz tushamiz shu yerda. Bu attraksion kattaligini bir o'zingiz ham ko'rib ko'ring. Voy, bu attraksion vizit. Sizlar bilan doim videolarimizni, qamoqxona videosini mana shu joyda olganmiz. Mana shu joyda qamoqxona videosini eslaganlar, like va obunani bosib qo'yinglar. Mana shu joyda olingan bu o'sha video. Sizlarni ham esingizda. Mana shu yerdan biz azizlar bilan qo'shganmiz. Aynan mana shu yerdagi teshikdan. Va biz mana shu yerda bizni mehnat qildirishga qaror qilgan politsiya va bu yerlar tuzoqlardan o'tib biz videoga tushib ketganmiz. Keyin esa mana bu bankdan biz olgan narsa joyimiz mana shu bank bo'lgan. Bankda o'zi hech nima qolmadi va biz azizlar bilan yashaydigan uy mana shu uy bo'ldi. Azizlar bilan biz mana shu uyda yashadik va biz hozir bundan zo'r sizlarni ko'rsatadigan videolarimizni mana shu joyda oldik va sizlarni obunachilar yaxshi ko'ramiz. Biz sizlar komment yozib qo'yinglar, videoni oxirigacha qolgan bo'lsinglar, videoda xalslar zo'r deb yozib qo'yinglar. Iltimos obuna bo'ling va like bosing. Video tugadi.